Dasturimiz davom etadi. Avstraliyalik hunarmandlar bu yil ikkinchi marotaba sho'manaylik hunarmand Altinay Naubetova xonadoniga kelib, yungdan kiyim-kechak to'qish sirlarini o'rganmoqdalar. Muxbirimiz xorijliklar qiziqish bildirgan ushbu jarayon bilan bog'liq lavha tayyorladi. Avstraliyalik Fiona Raiders sho'manaylik hunarmand Altinay Naubetova xonadonida bu yil ikkinchi bor mehmon bo'lmoqda. Bundan 3 yil avval yurtimizga sayohati davomida Altinay opani qo'y yungidan to'qiyotgan buyumlarga qiziqish uyg'onib, keyingi yil alohida tashrif buyurib, ushbu hunar sirlarini o'rganishni reja qilgandi. 3 years ago I came to Uzbekistan. Men opani xonadoniga ikkinchi bor keldim. Men o'z yurtimda hunarmandchilik bilan shug'ullanaman. Sayyoh bo'lib tashrif buyurganimda qo'y yungidan qo'lda to'qilgan buyumlar menda qiziqish uyg'otgan edi. O'tgan yili birinchi bor tashrif buyurishimda oyoq kiyim to'qishni o'rganib ketgandim. Bu yil esa o'zimga o'xshagan 13 ga yaqin hunarmandlar bilan keldim va biz bu yil ham sharflar to'qishni o'rganyapmiz. O'rganadigan narsalarimiz ko'p. Men keyingi yil ham kelishni rejalashtirib turibman. Altinay Naubetova bugungi kunga kelib, qo'y va tuya yunglaridan oyoq kiyimlar, kigizlar, chopon, ko'rpa singari 15 turga yaqin buyumlar tayyorlaydi va o'zi ham har yili tajribasini orttirish maqsadida qo'shni respublikalardagi hunarmandlar oilasida mehmon bo'ladi. Qilgan mehnatlari ortidan davlatimiz rahbari tomonidan fidokorona xizmatlari uchun ordeni va shuhrat medali bilan taqdirlangan. Bizlarga uylanuvga, chet elning odamlari juda bir ishlagan zatlarimni ko'rgizmalarga barganda çok qiziqib, sonra hozir o'zimizning Shomanay rayonuna da kelib o'tiribdi chet ellik turistlarimiz. O'tgan yili oyoq kiyim tapishkilarda ishlaydi. O'rgangan bo'lsam, biilgi yili mana sharflarni ishlab, qiziquvchiligi soncha endi so'rovlarga javob berib ulgura olmay o'tiribman qo'y. Endi qiziqib hammasi har qaysi o'z oldidan ishlaymiz deb o'z oldidan ishlab o'tiribdi. Qiziquvchiliklari juda kuchli. Seminar davomida mehmonlarga ipakka momoqni qanday qilib bosish texnologiyasi o'rgatildi. Altinay Naubetova va shogirdlari tomonidan to'qilgan buyumlar, ularning tikilishi va to'qilish texnologiyasi mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi.